欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Zekila Asghar。今天我们要学习的是第9单元的第2部分。奥登跟刘萍姐呢给这个谁呀？给这个阿兹古丽给了好多建议啊，我们的那我们在上课之前呢，先来看一下我们的生词总动员。好，把书翻开，第一个字望，望，点横竖折，然后呢一个心啊，望deganimiz unutqanmaq desek bo'ladi. bugungi topshiriqni unutib qolibdimi desam, 哎呀，我忘了今天的作业。哎呀，我忘了今天的作业 desek bo'ladi. Andan keyin tamoq yeyishni unutib qolibdimi desam, 我忘了吃饭了。odatda unutib qolmaymiz-ku, lekin shunda xusma, 我忘了吃饭了，我忘了吃饭了 desek bo'ladi. Tuniga masang degan ishni qildingmi? 昨天我跟你说的事情你办了吗？昨天我跟你说的事情你办了吗？unutib qolibdimi? 我忘了 desek bo'ladi. 我忘了 desek bo'ladi. 忘 unutib qilish. Men bu ishni pop-pogiz unutib ketibdimi desam, 我把这件事情忘得一干二净了。我把这件事情忘得一干二净了 desek bo'ladi. 第二个提醒，提醒，提呢一个提手旁，竖横折横横，横竖横撇捺，就是我们那个是不是的一个是，对吧？醒呢横竖横折钩撇竖弯横横，然后这边是一个星星的星，星期一的一个星，上面是一个日，下面是一个生活的一个生啊。提醒eskartish eskartmek deganday。那比如说Ada bir yig'in bordi, meni eskartishni unutib qolmang. Muhim yig'in degan bo'lsa, 明天有一个重要的会议，别忘了提醒我一下。明天有一个重要的会议，别忘了提醒我一下。desek bo'ladi. Sizga eskartib qo'yay, bu gapni qalaymiqan desek bo'lmaydi desek, 我想提醒你一下，这个话不能乱说。我想提醒你一下，这个话不能乱说 desek bo'ladi. 提醒 eskartmak. 下面一个呢，婚检不婚 yana chiqdi， 一个女，然后撇竖提横斜钩，下面是一个日。检呢是检查的检，一个木啊，一个木撇捺横，然后点点撇横。婚检，婚检的意思呢，to'ydan burungi bir tekshirish bo'ldi-ku, shu tekshirishni婚检deymiz. to'ydan burun tekshirishni qildinglarmi desek, 你们做婚检了吗？你们做婚检了吗deymiz. 那erta berib mushu to'ydan burungi tekshirishni qilamiz desek, 我们明天去婚检。我们明天去婚检 deymiz. 下面一个健康，健康，一个单人旁，然后横折横横横横竖，然后一个这个那个健字旁啊，健字旁。康呢点横撇横折横横竖钩，点提点提撇捺啊。健康deganimiz sog'lom degan ma'noda. Masalan, men nihoyatda sog'lom desam, 我很健康，我很健康。Opangiz dadangizning salomatlik ahvoli qandaroq desak, 你爸爸妈妈的健康状况怎么样？你爸爸妈妈的健康状况怎么样 desek bo'ladi. 健康 sog'lom. 有利于有没有这个有？力撇横竖撇点竖竖钩，
于呢横横竖钩，有利于 deganimiz 就是 foydalık。比如说daim birga chiqib bunda 约会 qilib, bunda romantik uchrashishlarni qilib, kinolarni ko'rib kelishimiz bizningki mushu to'yimizga, to'y deymizga, o'tirimizdagi mushu munosabatimizga foydali desak, 那我们说经常出去约会、看电影，对我们的这个婚姻关系有利于我们的婚姻关系。经常出去约会、看电影，有利于我们的婚姻关系。那我能我们学aldıda cümle düzgen vaxtida 经常我们会说对什么什么什么有好处的多，其实不呢，我们是有利于一个 almashtusahmo buludu。mesela 多吃刚才的那个句子多吃绿色食品有利于身体健康。多吃绿色食品有利于身体健康。那我能再比如说yana masalanga mushu muarifninki tarix qilishi bizningki mushu jamiyatimizningki tarix qilishiga foydali degan bo'lsa, 教育的发展有利于社会的进步。教育的发展有利于社会的进步。那进步deganimiz ilgari surishi, oldiga qarab mingishi deganimiz. 教育的发展有利于社会的进步。desak bo'ladi, 有利于 foydali。然后呢，状况 ahval degan gap， 点提竖，然后横撇捺，一个大一个点，况呢两点水，一个兄弟的兄，状况deganimiz ahval。mesela我们刚才说的我们需要健康状况 salomatlik ahvali， 健康状况。Abam dadam yaşlanıp kaldı, salomatlik ahvali günden güne nacarıp gitip bardı desem, 那爸爸妈妈老了，健康状况越来越不好了。爸爸妈妈老了，健康状况越来越不好了。desek buludu. 那yakının yakı ahvalınız kandarak desek, 你最近状况怎么样？你最近状况怎么样？那其实bu vaqtida ahvalınız kandarak da ben bunda işlağa qarta sözüge vaxtımızı, 你最近怎么样？或者是你最近情况怎么样？desek mo buludu. 那状况köpünsü mushu salomatlikka qarta olap mağdu. 下面一个呢，减少，两点水，横撇横，然后一个口斜钩撇点。少呢是竖点点撇，减少deganimiz azaymak demdi, azaymak。比如说，那是tamak chekadigan odamlar azaydi degan bo'lsa， 现在抽烟的人减少了，现在抽烟的人减少了。desak bo'ladi， 减少 azaydi deymiz。少bo'lgandan keyin son jihatdan azaysa 减少了。下面一个呢，确实，一个石头的石，然后撇横撇竖横折钩横横竖。实呢，实在的是点撇横钩点点横撇点。确实deganimiz haqiqatan deb tushunsak bo'ladi. Masalan, men bu ishni haqiqatan uqmaydi ekanman desam, 我确实不知道这件事情。我确实不知道这件事情deymiz。那bu ishni haqiqatan men qilmagan desam， 这件事确实不是我做的，这件事确实不是我做的deymiz。那siz haqiqatan qaltiskansiz desak， 你确实很棒，你确实很棒desak bo'ladi。下面一个遗传病，一竖横折横竖横竖横折撇点，然后一个走之底。传呢一个单人旁横横竖折折点。病就是 kiseldeki 病，一个病字头，然后横竖横折钩撇点。遗传病deganimiz就是 irsiyet kiselleri。你有没有什么遗传病？ Sizde birer irsiyet kiselleri var mı？ 你有没有什么遗传病？那
mende hechqandaq irsiyat kasali yo'q desak, 我没有任何遗传病，我没有任何遗传病 desak bo'ladi。出生，식탁是吧？生呢也是以前学过了，生活的生，出生deganimiz tug'ilish。那 siz qachon tug'ilgan bo'lsa， 你是哪一年出生的，或者是你是什么时候出生的？你是什么时候出生的 desak bo'ladi。那tuniga mening o'g'lim tug'ildi deydi。tuniga mening o'g'lim tug'ildi degan bo'lsa， 昨天我的儿子出生了，昨天我的儿子出生了 desak bo'ladi。好，下面一个呢，保证，保呢就是保护的一个保啊，一个单人旁口啊，然后下面一个木，正就是那个证件的一个正，一个言字旁，一个正确的一个正啊，保证。那保证deganimiz kapolat qilmoq degandek，比如说men sizga kapolat beray， 其实bu保证的 kapolat desak oldidagi保障kapolat bilan almashib ketmaslik uchun保证ni nima deb tushunsak bo'ladi desak-chu, va'da deb tushunsak. Men sizga va'da beray, men cho'qim bu ishni yaxshi tutkazaman desam， 我向你保证，我一定办好这件事。我向你保证，我一定办好这件事。Bunu kapolat qilmoq, lekin bu nimaga kapolat qiladi?就是说va'da berganga o'xshash bu bir qarib boshqalarga bir gapni qilgan bo'lsa, endi shuni cho'qim qilmay, shu degan gapimni amalga oshirmay deb va'dasiga yetsa, uni biz 保证 deymiz. 那比如说imtihondan masalan oliy maktabga o'tsangiz, men sizga bir mashina bermay dedim. Men o'ga o'da 孩子说，你要是考上大学了，我就给你买一辆车。那 balam deydi, kapolatlik qila olamsiz yoki bo'lmasa va'da bering degan bo'lsa, ni 保证 deydi. Na 我就说，men va'da beray, 我保证 deb javob bersam bo'ldi. 我保证. Andan keyin men sizdanki bu qitim shu imtihondan cho'qim o'tab keta oladiganligingizga kapolatlik qila olaman, kapolatlik qilaman desam, 我保证你这一次一定能通过考试。我保证你这一次一定能通过考试。好，下面一个呢，优生优育，优生优育，优就是这个优秀的优，一个单人旁横撇竖弯钩点，生呢就是生孩子的一个生，生活的一个生，撇横横竖横，优又出来了啊。育呢，点横撇折，然后这个地方还有一个小点点啊，竖横折钩横横，优生优育deganimiz sog'lom tug'ib, andan keyin yaxshi beqish, yaxshi boqmoq, sog'lom优生优degan a'lo deymiz, u 生是tug'ib, 优 yana a'lo, yu deganimiz tarbiyalash, beqish degandek.优生优育 sog'lom tug'ib, andan keyin yaxshi beqish. Masalan, 你们打算要几个孩子？ sizlar qancha bolalik bo'lmoqchi？ 你们打算要几个孩子？ biz bir bolalik bo'lmoqchi, sog'lom tug'ib, yaxshi tarbiyalaylik deb o'yladik. 我们打算要一个孩子，想的优生优育。我们打算要一个孩子，想的优生优育。desak bo'ladi. 好，这个是优生优育。下面一个呢，未来，未来横横竖撇捺，然后呢来横点撇横竖撇捺。未来deganimiz kelgusi degan gap. kelgusi. Siz kelgusida nima ish qildingiz ba? 你未来想做什么？你未来想做什么？那 kelgusimiz parlaq desak, 我们的未来非常的我们的未来非常的光明 desak bo'ladi. 我们的未来非常的光明。那这还可以说 kelgusida siz nerede yashadingiz ba? 或者说 qaysi shaharda yashadingiz ba desak, 未来你想在哪一座城市生活？
未来你想在哪一座城市生活desek bo'ladi bizning kelgusimiz我们的未来 kelgusimiz uchun kurash qilaylik desak 为了我们的未来而奋斗为了我们的未来而努力 deymiz 下面一个呢负责撇横钩撇横撇竖横折撇点负责呢横横竖横然后下面是一个背一个背负责deganimiz mas'ul bo'lmak masalan men bu ishga mas'ul bo'laman 我对这件事情负责我对这件事情负责 biz o'zimiz qilgan gapga mas'ul bo'lishimiz kerak 我们要对自己说过的话负责我们要对自己说过的话负责 desak bo'ladi bu ishga men mas'ul emas desak 这件事情不是由我负责的这件事情不是由我负责的或者我不负责这件事情 desak bo'ladi 负责 mas'ul bo'lmak 下面一个不光不就是不是这个不光呢竖然后两个点横撇竖弯钩不光你们deymiz bu光nimasini lam emas demdik mundaqla emas degandek 那就是 bundaqla emas ya da boshqasimi bor degandek masalan bu sening lam vazifang emas hammamizning mas'uliyati desak 这不光是你的责任而是我们大家的责任这不光是你的责任而是我们大家的责任desak bo'ladi不光la emas uningdan boshqasimi bor demakchi and then 关注点撇横横撇捺然后注呢是一个三点水然后一个主要的一个主点横横竖横关注deganimiz diqqat qilish deb tushunsak bo'ladi ma'lum bir ishga biz shu diqqat qilgan bo'lsak ashuning zehnimiz ashuningda bo'lgan bo'lsa biz 关注 deymiz 比如说有些人呢nimaga bak diqqat qildi desak ba'zi odamlar-chu shu kirim buyumlarga bak diqqat qiladi ba'zi odamlar kiyim kechaklarga diqqat qiladi ba'zi odamlar shu kitoblarga yangi narsalarga diqqat qiladi bu yerdagi diqqat qilish shu man qarang diqqat qiling emas shu nazarni ashunga tashlaydi demdik 那shu vaqtida mesela 有些人他非常的关注化妆品有些人非常关注服装还有一些人呢会关注一些新科技新知识新发明等等等等desek bo'ladi ana degan jamiyatga bo'layotgan ishlarga masalan diqqat qilgan bo'lsak diqqatimiz shu yerda bo'lgan bo'lsa 我们说关注社会上发生的一些事情 ko'pincha 我们这个喜欢什么或者说爱好什么我们就会关注什么 ko'pincha vaqtda biz nimani yoqtirsak nima narsaga qiziqsak biz shu narsaga diqqat qilamiz bizniki nazarimiz shunga tushadi 那我们就会关注什么 desak bo'ladi agarda ma'lum bir odamlarni yoqtirgan bo'lsak 那我们可能就会关注这个人关注他都可以下面一个呢下一代下就是上下的一个下横竖点一这个没问题带一个单人旁横斜勾点这个带的也没的 avlad 那下一代bo'lsa 就是 keyingi avlad 那 keyingi avlodlarimiz uchun muhitni asraylik degan bo'lsa 为了我们的下一代让我们保护环境吧为了我们的下一代保护环境吧 desak bo'ladi 下一代 keyingi avlod 有关有呢就是有没有的有横撇竖横折勾横横关呢点撇横横撇捺关就是sudagi关注的一个关有关deganimiz munosabatlik 那 munosabatlik organlar bo'lsa 有关部门那mushu ishga munosabatlik barliq xodimlar mening ishxonamga kelinglar bo'lsa 跟这件事情有关的所有人员都到我的办公室来
跟这件事情有关的所有人员都到我的办公室来。Siz bu adam bilan munosabatingiz bormi？你跟这个人有关吗？或者说 Siz bu ish bilan munosabatingiz bormi？你跟这件事情有关吗？你跟这件事情有关吗？desak bo'ladi va 有关 munosabatlik。好，知识，那撇横横撇点一个口，诗呢是一个言字旁一个口，下面是2个点，知识 manasi bilim。比如说 biz maktabda nurg'un bilimlarni o'rgandik desak，我们在学校学到了很多知识。我们在学校学到了很多知识。desak bo'ladi。计划生育，点一个言字旁，然后一个时啊，画呢横斜钩撇点竖钩，生就是生活的生，育就是上面也有一个是吧？优生优育的一个育，点横撇折点竖横折钩横，计划生育的一个 nima planlab tug'ut， planlab tug'ut。那bizning bu yerdagi planlab tug'ut xizmatini nihoyatda yaxshi qilyapmiz desak，我们这里的计划生育工作做得非常好。我们这里的计划生育工作做得非常好。desak bo'ladi。oxirgisi方面，点横横折钩撇，面呢横撇竖横折钩竖横。方面的 nima jihatda deb tushunsak bo'ladi。那 ma jihatda a jihatda deb desak，这个方面那个方面deymiz。bir nima jihatda degan bo'lsak，什么什么方面 desak bo'ladi。masalan qonun jihatda mening biladiganlarim nihoyatda jiq desak，法律方面我知道的很多，法律方面我知道的很多 desak bo'ladi。andan keyin bu jihatda man sal kamchil toza yaxshi bilib ketmayman desak，在这一方面我懂得不是很多，在这一方面我懂得不是很多 desak bo'ladi。什么什么方面那tamoq ichishda bizning uyda dadam ustroq degan bo'lsam，做饭方面在我们家爸爸更胜一筹。做饭方面在我们家爸爸更胜一筹 desak bo'ladi。好，那这个呢是我们今天的生词，不多也不难。那接下来跟老师一起读一下。望，提醒，婚检，健康，有利于，状况，减少，确实，遗传病，出生，保证，优生优育，未来，负责，不光，关注，下一代，有关，知识，计划生育，方面。好，那今天的作业，每一个生词抄2行，选择其中的10个造句。希望同学们能够按时完成作业那我们下一期再见。